Assalomu alaykum. Sevaraxon opa, yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz qanday opajon? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, yaxshi. Bezovta qilgan bo'lsam, avvalambor uzr so'rayman. Ayni daqiqalarda sizni Dil izhorim loyihasidan bezovta qilmoqdaman. Ushbu loyiha boshlovchisi bilan muloqotdasiz. Sevaraxon opa, bugungi kuningiz xayrlarga, fayz va barokatga, eng chiroyli amallarga, eng go'zal xotiralarga ma'lum o'tsin. Agar adashmasak, bugun o'z tavallud ayyomini qarshi olgan baxtli va baxtiyorlar qatoridan ekansiz. To'g'rimi, adashmadikmi? Rahmat. Sizni bugungi shukronalik, shodonalik ayyomingiz qarshi olgan yana bir go'zal bahoringiz, xayrli yoshingizdan barcha yaqinlaringiz va loyihamiz jamoamiz nomidan sizni muborakbod etamiz. Umringiz uzoq, tanajoningiz hamisha sog' omon bo'lsin. Qarshi olgan yangi yoshingiz, yana bir go'zal bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizga. Bizning loyihamizga sizning mana shunday chiroyli, fayzli kuningiz munosabati bilan sizni tabriklash maqsadida, qutlash maqsadida sizga atalgan juda ham chiroyli, go'zal bo'lgan tabrik maktubi kelgan. Taxmin qilib ko'ramizmi? Biz orqali sizni tabriklayotgan, qutlayotgan, sizni xursand qilishni xohlagan ushbu yaqiningiz aynan kim bo'lishi mumkin? Taxminlar juda ko'p, endi bilmadim. Endi bittasini aytsam xafa bo'lmasin, endi o'zingiz aytavering kimligini. Keling, sizga yordam beraman. Albatta eng yaqin bo'lgan oila a'zolaringiz oralaridan. Mana shunday noodatiy sovg'alarga boy bo'lgan, hammadan sizni o'zgacharoq, ko'proq yaxshi ko'rguvchi qaysi birlari bugun sizni xursand qilmoqdalar? Kimni ismini ayta olasiz? Dadam bo'lishi mumkin yoki Firdonagina qizim bor, shu bo'lishi mumkin. Albatta har bir yaqinlaringiz uchun birdek qadrlaysiz, diqqat qilasiz. Sizning barcha yaqinlaringiz va oila a'zolaringiz, mehribonlaringiz nomlaridan, jumladan onajoningiz Oltinoyxon opa, bujoningiz Muborakxon ona, ukangiz Oxinjon, qizingiz Madina Bonu, singlingiz Mo'xchehra nomlaridan bizga maktub yo'llagan, siz uchun dunyodagi eng sara tilaklarni, eng go'zal duolarni tilagan holda mehribon kelin singlingiz Dilnoraxon tabriklab qolmoqdalar. Rahmat. Kutmagandim. Mana shunday chiroyli mehr-oqibatlar bor ekan, aslo ko'zlar tegmasin, bundan-da bardamon va bundan-da go'zal bo'lsin. Agar ruxsat bersangiz, ijozat bersangiz, albatta ularning sizga atalgan sara tilaklar va chiroyli bo'lgan tabriknomalarni sizga o'qib eshitiraman. Maylimi? Rahmat sizga, rahmat. Tashakkur. Assalomu alaykum. Men uchun qaddi ham juda ham baland bo'lgan. Ayol kishiga xos bo'lgan barcha fazilatlarni o'zida mujassam etgan. Sabr, sadoqat, or-nomus, mehr-muhabbat timsoli bo'lgan, dunyolardan topib olgan jondan aziz mehribon opajonim. Sizni bugungi avvalambor Allohimga banda, Rasulimizga suyukli ummat bo'lib, olamlarni quvonchga to'ldirib dunyoga kelgan shukrona kuningiz bilan qalbimning tub-tubidan barcha yaqinlarimiz va oila a'zolarimiz nomidan samimiy muborakbod etaman. Bu to'lgan yoshingiz muborak bo'lsin. Inshaalloh davralarning to'rida, dasturxonlarning zo'rida 90 dan oshib, yuzlarda yetalashib, eng ulug' yoshlarni birgalikda qarshi olmoqlik nasib etsin. Oshufta qalbingizni rohat, farog'at, charos ko'zlaringizni quvonch, nur yuzingizni esa kulgu aslo tark etmasin. Buyuk dargoh atalmish oilamiz baxtiga Alloh suygan, nazari tushgan, soliha, mo'mina ayollar qatorida bo'lishligingizni, qolaversa mana shunday go'zal kunlarda bismillah deb ikki kaftingizni duoga ochib Allohdan nimaiki so'rayotgan bo'lsangiz, barchasini ijobatini, ro'yobini ko'rib, baxtning, mehr, muhabbatning daryosi suzib dunyodagi baxtlilar safida sardori bo'lishligingizni tilayman. Bu aziz boshingizda ham, ko'zlaringizda hech qachon nam bo'lmasin. Armoningiz, g'amingiz, dardingiz bo'lmasin. Garchi jondosh, qondosh bo'lmasak-da, ulardan-da yaqinroq, ulardan-da mehribonroq opa-singillardan bo'lib yurmoqlik sizga bordek nasib etsin. Sizga bo'lgan hurmatim juda ham cheksizdir. Doimo biz sizni yaxshi ko'rguvchi barcha yaqinlaringiz baxtiga har o'zingizni ehtiyot qiling. Tirgakdirsiz yurgan yo'limda. Har bir ishda o'rnaksiz opa. Yaxshi kunda, yomon kunimda menga juda keraksiz opa.
O'zingizni qiling ehtiyot, mening uchun bo'laksiz opa. Qaddingizni egmasin hayot, menga juda keraksiz opa. Bo'lmasangiz xarob bo'laman, vujudimda yuraksiz opa. Sizsiz aniq tamom bo'laman, bizga juda ham keraksiz opajon, baxtimizga doimo omon bo'lib yuring deya mana shunday chiroyli tarzda tabriklab qolmoqdalar. Rahmat hammanglarga. Sizlar sog' bo'linglar, ota-onam, jigarlarim. Shunaqa chiroyli xursand qilgan singlarim. Hammasiga rahmat. Tanjonlar sog' bo'lsin, o'zlarini ham men baxtimga hamisha yaxshi yurishsin. Bolalarga bosh bo'lishsin. Ilohim. Sizlar ham charchamanglar. Ijodinglarga zafarlar, sizlarga ham omad. Ilohim. Tashakkur aytganingiz kelsin. Hammanglarga rahmat. Kelinglar, kechqurun nishonlaymiz katta qilib. Inshaalloh, tashakkur. Doimo sizni yaxshi ko'rguvchi mana shunday mehribonlar baxtiga o'zingizni ehtiyot qiling. Qadringiz hamisha har yerda qaddingizdan baland bo'lsin. Alloh kayfiyat aslo ketmasin. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Mani juda yaxshi ko'rgan opam, qo'limdan ushlab yurgan opam, har kun erkalab turgan opam, mehribonim jonim opam. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasa quchoqlab ovun turar hammani. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasa quchoqlab ovun turar hammani. Jonim mani boyligi, yuzlari nurli chiroyligi,